Hey guys, what's up? Assalomu alaykum barchaga. Xayrli tong, xayrli kech, xayrli kun. That's my greatest pleasure to see you here guys. Shu paytgacha sizdan savolni o'zi bilan ishlashni o'rganib keldi. Ya'ni matnni o'zini o'qimasdan turib, demak javobi primerni mana shu bo'lish kerak, mana bunaqa yo'lda kelish kerak deb logikani bu yerda ishlatgan ekanmiz. Lekin hali ham sizda mana shu qiyinchilik bo'lgan bo'lsa kerak, matnga borasiz, qattaligini kerak bo'lsa topasiz, lekin o'qisangiz tushunmaysiz. Comprehension yetmas ekan. 2 martalab o'qiysiz, 3 martalab o'qiysiz, baribir bu yerda javobini topa olmaysiz. Ayniqsa mana shu muammoyi sizda heading savol turida kuzatilsa kerak. Nima qilasiz? Paragrafni o'qiysiz. Вроде бы ma'nosini tushundim deysiz, optionlarni o'qiysiz. Yo'toqda hozir men ikkilanmayman deysiz. Yana borib paragrafni o'qiysiz. Yana вроде бы tushundim deysiz, yana optionlarni o'qiysiz. Qaraysiz, keyin ikkita bo'ldi. Takoy bir-biriga o'xshab turgan option keldi. Borasiz, yana heading savol turiga qaytasiz, yana tekstni bu yerda o'qiysiz. Keyin yana bitta optionni tanlaysiz, qarabsizki, o'sha optioningiz baribir xato yo'lda bo'lgan. Ko'p bo'lgan shunaqa narsa. Bu muammo bilasizmi nimada? Muammo bu yerda biz heading savol turini o'zida optionlar bilan ishlab qolib ketganligimizda bo'lar ekan. Ya'ni hozir passageni o'qiyotganda men hozir qanaqa qilib mana shu paragrafni glавный ma'nosini olsam bo'lar ekan emas. Men hozir qanaqa qilib menga shu berilgan optionlarni bu yerda to'g'risini tanlasam bo'lar ekan deymiz. Bu xato narsa. Aynan mana shunaqa yo'lda sizni ishlashingiz keyinchalik passagengizni oxirida borib hech nimani bu yerda tushunmaganlikka olib keladi. Sizda ham mana shunaqa holat bo'ladimi? Hamma passageni o'qiysiz. Hop, nima haqida bu bo'ldi desa, paragrafing nima haqida bo'ldi, nima bunga g'oya berasan desa, qarab turasiz. Bilmaysiz, men o'zim shunaqa ishlab kelganman. Va aynan mana shu sabab bo'lgan readingni bu yerda o'lgidek yomon ko'rib, ayniqsa heading savol turidan bir nafratlanganligimdan. Juda yomon ko'rardim. Lekin bir martalab optionlarni olib tashlab, prosta passageni o'zini tushunishga fokusimni qaratganimdan keyin, wow, love, full spread mana bunaqa tarqalib ketgan. Mana shundan keyin qiziqib hozir reading passage qilaman degan bir nima deydi, o'sha bir etapga tushgan ekanman. Shuning uchun ham hozirgi darsimizni biz ikkita etapda ko'rib chiqar ekanmiz, heading savol turini va birinchi etapi asosan bu tekst bilan ishlashi o'ziga qaratilgan bo'lar ekan. Chunki sizning 70% javobingiz aynan tekstning o'zida bo'ladi, savolda emas. Tayyormisiz? Let's go. Matching headings. Sizning passagengizdagi bilasizmi, paragraflaringiz bu xuddi inshodagi yozib o'tadigan paragrafingizga o'xshaydi. Ya'ni body paragraflarga 50-60% holatda ular bilan bir xil yo'lda tuzilar ekan. Ya'ni birinchi o'rinda topic sentence beriladi, o'sha asosiy bizda ma'noyimiz bo'lar ekan. Keyin esa supporting sentence, ya'ni buning ichiga o'sha example, result, alternative sentence hammasi kirib ketyapti. Va oxirida xulosangiz sizning conclusioningiz bo'lar ekan. Oddiy misol, siz internet to'g'risida yozayotgan bo'lsangiz, body paragrafingizni boshida there are a lot of advantages of the internet deb boshlaysiz. Keyin nima deysiz? Firstly deysiz, buni comfort deysiz, secondly bu tekin deysiz, thirdly it's also very effective degan narsani aytasiz va body'ingizni oxirida ham siz qo'shib ketishingiz mumkin. Shuning uchun ham internetning qulayliklari ko'p yoki shuning uchun ham biz internetdan foydalanishimiz kerak degan bir g'oyani berasiz. Mana shu yerda hozir yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, siz asosiy ma'noni aynan birinchi va oxirgi gaplarimizning o'zidan olayotgan ekansiz. O'rtasidagi esa bu bizda faqat element bo'lib qolyapti. Ya'ni bu detalni informatsiyamiz bo'lar ekan. Hop, bu bilan nima demoqchiman? Siz demak reading passagega borganingizda ham 50-60% holatda birinchi va oxirgi gapni o'zidan asosiy ma'noni o'zini olsangiz bo'lar ekan. Lekin biz nima qilamiz? Readingni bu yerda elementlari orqali ma'nosini topishga harakat qilamiz. O'rtasida komfortni ko'ramiz-da, demak bo'ldi. Bu body paragrafi ma'no hozir faqat komfort to'g'risida ekan deydi. Yoki effective degan so'zni ko'ramiz, demak bu faqatgina efficiency to'g'risida bo'lar ekan deydi. Yo'q. Siz bu yerda asosiy ma'noni qachon tanlaysiz? Qachonki bu bizani o'sha paragrafimizning 50% dan ko'prog'i bo'yicha berilgan bo'lsa ekan. Bizning elementlarimiz esa berilsa bir o'sha paragrafni 15% nari borsa bir 20-25% ni bir tashkil qilar ekan. Mana shunga iltimos bu yerda aldanmanglar. Endi hozir qilayotgan approachimizga e'tibor bering. Bizning paragrafimizda 300 ta so'zni o'zi berilayotgan bo'lsa, biz aynan birinchi va oxirgi gaplarimiz orqali primerni 40 ta so'zni bu yerda o'qib, ma'nosini bu yerda topsak ham bo'lar ekan. Men sizga hozir shuni
10 ta so'zga tushirish yo'lini ham ko'rsatib beraman. Ya'ni bu aynan o'sha so'zni turkumiga e'tibor qaratib bo'lar ekan. Mana bizda 4 ta so'z turkumimiz bor, a? Bu o'sha noun bo'ladi, adjective bo'ladi, verb bo'ladi va adverb bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Shularning qaysi biri bizga eng ko'p ma'noni bera oladi? Bu bizda guys nounimiz bo'lar ekan. Hozir sizga bitta misolni ko'rsatib beraman. Sizga 3 ta so'zni aytarkanman, sizni vazifangiz mana shuni menga umumiy ma'nosini, ya'ni topic area sohasini aytish bo'lar ekan. Birinchisi, doctor, nurse va hospital. 3 tasini bog'lab turgan bitta so'zimiz nima? Barakalla. Bu meditsina bizda bo'lar ekan. Mana agarki buni hozir verbdan o'zini oladigan bo'lsak, masalan, doktor nima qiladi? Yuradi, nurse nima qiladi? Odamlarga qarashadi. Ya'ni yuradi, odamlarga qarashadi, bizda ustoz ham qiladi. Yuradi, odamlarga qarashadini bizda misol uchun o't o'chiruvchilar ham bajarar ekan. Agarda bu yerda adjectiveni o'zini olsangiz, ya'ni doktor bizda aqlli bo'ladi, nurse aqlli bo'lsin. Bizda aqlli bo'lgan ustoz ham bo'la olishi mumkin. Aqlli bo'ladigan naryoqda stomatolog ham bo'la olishi mumkin. Ya'ni bu lyuboyiga to'g'ri kelib ketadi sizga demoqchiman. Keyingisiga o'tamiz. Yellow card, goalkeeper and stadium. Nima bog'lab turibdi bu so'zlarni? Barakalla. Futbol bo'lar ekan. Keyingisi. Teacher, books and school. Bularnichi? Endi bu ham easy bo'lsa kerak. Education bizada bo'lar ekan. Ya'ni siz o'sha birinchi va oxirgi gaplarni o'qiyotganingiz, mana lyuboy gapni o'qisangiz ham ko'proq fokusingizni aynan nounga qaratib asosiy ma'noni olsangiz bo'lar ekan. Men sizga hozir buni praktikani o'zida ko'rsatib beraman. Let's go. Mana bizga quyidagicha passage'imizda berilgan music education to'g'risida informatsiyamiz bor edi. 14 ta optionimiz bor va bu yerda 7 ta paragraf, ya'ni 7 ta savolimiz bor ekan. Lekin aslida paragrafning o'zi bizda 9 ta e'tibor bering. Mana bu example deganlari bor, allaqachon javobini berib qo'ygan ekan. Mana shularni siz обязательно bu optionlardan chiqarib tashishingiz kerak. Keyinchalik bu yerda chaqilib qolmas uchun. Xo'p, A paragrafi menda 11 to'g'risida bo'lgan. Order yoki chaos ekan bizda, ya'ni bu tartib yoki tartibsizlik to'g'risida. Xo'p, I paragrafim esa bu bizda 3 bo'lar ekan, the future of music to'g'risida bo'lgan. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Xo'p, umumiy olganda menda hozir 12 ta bu yerda option qoldi va savollarim esa 7 ta bo'layotgan ekan. Bu degani menga hozir 5 ta optionimiz umuman kerak bo'lmas ekan. Shuni ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Demak, hozir qanaqa yo'lda ishlaymiz? A paragrafni umuman o'qimayman, sirazu B paragrafni o'ziga o'tib ketaversam ham bo'ladi va asosan birinchi va oxirgi gaplarini bu yerda o'qib ma'nosini topishga harakat qilamiz. Ko'ramiz. Passage oxiriga borib qay darajada o'zi bu texnika bilan biz javoblarini topishimiz mumkinligini. Xo'p, B paragrafga o'taman. Shakespeare though came clean. Xo'p, Shakespeare'ni bu yerda tomonlarga olib qo'yishimiz kerak. Throughout his plays, piyesalari davomida juda muhim bu ham. Shakespeare perceives music as a healing force. Muzikani aynan takoy davolaydigan narsa sifatida ko'rar ekan. An art whose practice makes man whole. Okay, Shakespeare va uni piyesasi to'g'risida bo'lib o'tdi. Boshdan optionlarni o'qib qarab bu yerda boramiz. The effects of emphasis on short-term educational goals. Qisqa muddatli maqsadlarga bizga umuman urg'uni tashamadi. 2. Limited effects of music. Muzikani effekti kam, muzikani foydasi yo'q degan g'oyani bermadi. 4. Benefits for health. Sog'liq to'g'risida gapirdimi? Nu, vроде да, men mana healing force davolaydi. O'zimiz uchun shuning uchun ham bu yerga so'roqni hozir qo'yib ketamiz. 5. The effects of early exposure to music. Muzikaga yoshlikdan duchor qilish deyapti. Menimcha bu to'g'risida ham gapirmadi. Ya'ni early exposure ni ma'nosi, agarda siz masalan bolangizda yoshlikdan bu yerda o'sha детский sadga, ya'ni bog'chaga bu yerda muzikalniysiga beradigan bo'lsangiz, keyin muzikalniy shkolaga bersangiz, keyin bu yerda qanaqadir ham ustozga alohida olib borsangiz, demak siz early exposure beryapsiz muzikaga. Yo'q. 6. The skills involved in musical activity. Ya'ni muzikada kerak bo'ladigan qobiliyatlar to'g'risida gapirsa kerak. Yo'q. 7. A playwright's perception of music. Endi bir xil hozir shu yerda o'tkazib boradi. Yo'q. Bu yerda ham sekin to'xtab, so'roq qo'yib qo'yishingiz kerak. Chunki bizda Shakespeare'imiz bu aynan playwright hisoblanadi. Ya'ni yozuvchi bo'lib hisoblanar ekan, okay? E'tibor bering, bir xillarda shunaqa paraphrasing ham chuqurroq qilib berib qo'yiladi. 8. Early exposure to music in the USA debdi. Early exposure ham bizda USA ham bu yerda kelmadi. 9. Music without instrument. Instrumentlarsiz muzika chalish. Yo'q. 10. Mozart effect. Yo'q. 12. Creation of voice foundation. Voice foundation to'g'risida gapirmadi. 13. A method for training singers. Ularni train qilish metodika to'g'risida gapirmadi. Va 14. The use of music in Shakespeare's plays. Xo'p, Shakespeare's va uni plays to'g'risida в принципе bizda gapirib o'tdik ekan. Demak, o'zimga bu yerda hozir men ham shunaqa bir so'roq narsani qo'yib o'tar ekanman. Qani, hozir bizda 3 ta bu yerda so'rog'imiz bor. Bunaqa holat normal holat.
Siz misol uchun headingga javob berayotganda bu xoh butun paragrafni ham o'qing, bittada javob berishingiz qiyin bo'ladi. Shuni bu yerda to'g'ri tushunishingiz kerak. Biz hozir endi bularning farqlarini ko'rib javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, to'g'ri. Benefits for health. E'tibor bering, bu yerda benefits deyapti, ya'ni foydalari to'g'risida gapirayotgan ekan. Bir nechta bizda foydasi bo'lishi kerak. Xo'p, B ga qaraychi. Bizning sog'liqqa bo'lgan spesifik, masalan, nafas yo'llariga, yurakka yoki qon aylanishiga degan joyi bormi? Men qaraydigan bo'lsangiz, oxirgi gapda ham, boshqa gapda ham bu yo'q, bu umumiy prosta heal qiladi bu yerda degani, lekin bu yerda ham Shekspirni ko'proq qarashini bu yerda nazarda tutgan, ya'ni perceive qilishini. Bu ham muzikani o'zini sog'lig'iga foydasi bor deman. Tak что men to'g'rimi hozir o'chirib tashlayman. Dalsha 7. Playwright's perception of music bo'lishi mumkin. Yozuvchi keldi, perception deyapti. Mana perceives degan narsasi keldi. Okay. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 14. The use of music in Shakespeare's plays. Mana bu yerda use degani ma'nosi ikkilantiryapti, chunki ishlatilishi deyapti. Muzika to'g'risida gapirdi, plays to'g'risida gapirdi, lekin uni qayoqda ishlatilishini gapirdi. Misol uchun boshida mana bunaqa yo'lda keladi, keyin bunaqa yo'lda keladi deb. Yo'q, bu narsa kelmayaptimi? Demak, buni ham 14 bizni olmasak bo'ladi. O'chirib tashlayman 14 ni o'zimga va javobim bu yerda bemalol hozir 7 da bosam bo'ladi. Javobini aniq bu yerda bildingizmi? Siz uveren bo'layotgan bo'lsangiz, bemalol buni o'chirib tashlasangiz bo'ladi va javobini yozib qo'yamiz 7 da. That's it. C paragrafga o'tamiz. C paragrafi menda hozir ancha bu yerda katta ekan. Xo'p, mana shu holatda nima qilsangiz bo'ladi? Agarda sizni bitta paragrafingiz juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, misol uchun boshqalariga qaraganda, siz buni bemalol qoldirib keting. Oxirida keyin biz qaytib kelamiz mana shu paragrafimizga. Optionlar kamaygani sari o'zi javob topish bizda osonroq bo'ladi, ba'zi o'shanda ko'ramiz. Okay? Hozir D paragrafini o'zini o'qiyman. Playing an instrument requires a degree of concentration. Konsentratsiya kerak bo'lar ekan muzikani bizni yaratishimiz uchun. And coordination, koordinatsiya kerak bo'ladi. Which brings into play a plethora of mental and physical skills deyapti. Bang. Ya'ni muzikani bu yerda yaratishingiz uchun sizga qobiliyatlar mana bunaqa kerak bo'ladi deyapti. Which are being eroded in our push button world. Socialization and teamwork. Yana bitta bizga hozir qobiliyatni o'zini aytib ketyapti. Tak что, в принципе, birinchi gapni o'zidan ham umumiy ma'noni biz topolsak bo'lar ekan. Xo'p, skills to'g'risida bir. The effects of emphasis on short-term educational goals. Yo'q limited effects, yo'q benefits bizda, yo'q kelmadi. Early exposure kelmadi. The skills da. Mana bizda 7 javobimiz keldi. The skills involved in musical activity. Mana shu yerdan уже bemalol siz topolsangiz bo'lar ekan. To есть bu 6 skills keldi. O'zimga etiga 6 da bu yerda yozib qo'ysam bo'ladi. Mabodo siz boshqa optionlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. To'g'ri keladimi? Yo'qmi? Early exposure bizda. Yo'q edi without instruments. Вообще kelmadi Mozart effect. Yo'q voice foundation bu umuman. Yo'q training singers degan joyini ko'rmayapman va Shakespeare'imiz ham yo'q ekan. Demak, 6 bizda eng to'g'ri keladigan optionimiz bo'ldi ekan. That's it. Keyingi paragrafga o'tamiz. E. There are medical aspects too. Bang. Mana shu o'tnozda keldi. Mana shu o'tnozda keldi ekan. Prinsipi, mana bizning eng katta muammoyimiz nima bilasizmi readingda? Mana shu aniq-tiniq main ideyasi birinchi gapda kelib turgan payt biz darsh bu o'qiymiz. Long before British primary schools discovered the record by man deb o'qiysiz. Men hozir sizga o'qish kerak emas demoqchi emasman, o'qish kerak, lekin keyinchalik hozir yana ma'nosi nima bo'lar ekan deb paragrafni oxirigacha borib vaqtingizni ketkazishingiz shart emas. Chunki birinchi gapingizni o'zida sizda tayyor qilib aytib qo'ygan u. Medical aspects bu nima degani? Demak, foydali tomoni bor, sog'liqqa bo'ldi demoqchi. Siz o'sha paytda sразу miyangizga tang etib lampochka yonish kerak bo'ldi. Boy men bu optionni vроде berilgan edi-yu deb qaraylik. Optionimizda mana bu bor, mana bu bor. Mana 4-optionga qarang. 4da benefits for health degan. Exactly. Kelyapti-yu. Mabodo hozir bu endi bizda element ham bo'lib ketishi mumkin. Medical aspect, ya'ni paragrafning o'rtasiga borib, masalan, bad, however deb turib, mavzuni o'zgartirib yuborish ham mumkin ekan. Xo'p, mana shu holat bo'lmasligini ta'minlash uchun, to'g'ri amin bo'lish uchun men hozir o'sha paragrafni borib oxirini ham o'qiyman. Oxirida nima deyapti? And these are the very muscles, muscular, which come into play when an asthmatic odam is experiencing an attack. Demak, muzikamiz qanaqa qilib asmali odamga yordam berayotganligi to'g'risida gapirayotgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda tepasida breathing system anaqa debdi. Demak, hali ham bu bizda rostdan ham o'sha benefits va health o'ziga oid bo'lyapti. Shuning uchun ham men to'g'ri deb men buni o'chirib tashlasam bemalol bo'ladi. Keyingi paragrafga o'tamiz. F. But what of those individuals and schools which simply cannot afford a musical instrument? Agarda qurbi yetmasa-chi, puli bo'tda yetmasa-chi u narsalarga deyapti.
Instrument bo'lmasligi to'g'risida gapirdi. В принципе, mana shu gapni o'zida ham bizda ancha-muncha main idea berilgan. Oxiriga qaraydigan bo'lsangiz, mana singing is free, taken, everyone possesses a voice, hammada ovoz bor, and with it the body expresses itself in the most fundamental and organic way dedi. Ya'ni muzikalniy instrumentda bo'lmasa ham biz singing orqali, ovoz orqali chiqib ketishimiz mumkin degan g'oyani berdi ekan. Всё, muzikalniy instrumentda yo'q bo'lish to'g'risida gapirdi. Mana short term education goals yo'q. Limited effects of music. Bir xil mana shu optionga ham chalg'iydi, lekin bu ham bizda javobi bo'lmas ekan. Nima uchun? Chunki bu yerda effects of music deyapti, ya'ni muzikani ta'siri bizda kam deyapti. Muzika foyda bermaydi. Muzika umuman masalan kerak emas bu yerda fan. Muzikani bu yerda o'qib turib hech kim hech nimaga erishmagan. Mana shunga o'xshagan g'oya berilsagina javobimiz bu yerda 2 bo'la olardi. Early exposure bizda yo'q, early exposure yo'q, music without instruments exactly. Bo'ldi. Without instruments bu cannot afford a musical instrument man bir xil bizda bo'ladi. Demak, F ga men hozir 9 deb tanlayman. G paragrafni o'ziga o'tamiz. The Hungarian composer Zoltán Kodály knew this. This deganda bu aynan mana tepa degan narsani aytmoqchi, ya'ni o'sha ovoz bilan biz muzikani chiqarib berishimizni and developed his own system of training ear va o'zini sistemasini, o'zini bu yerda metodini yaratib chiqdi deyapti, trenovka qilishni, and voice within a simple yet comprehensive system of body language bu yerda degan ekan. Mana oxirgi gapini o'qiylik. Their advisors and teachers, ya'ni advisors and teachers degan menimcha mana shu training ear, ya'ni mana bu metodikaga nisbatan aytyapti. Have already achieved extraordinary turnaround effect. Juda ham zo'r natijalarga bizda erishgan ekan. Breadth of Britain and in schools in the troubles of South Africa. Okay. Metodika to'g'risida gapiryapti. Short term educational goals yo'q, limited effects yo'q, early exposure bizda yo'q. Va pastroqni qarasak Mozart effekti ham yo'q ekan. Mana bu yerda keldi. Qarang, 13 da method degani mana his own system, training singers degani mana shu training ear and voice ga yaqin bo'ladi. Demak, javobimni 13 da bu yerda bemalol men tanlab qo'ysam bo'lar ekan. Endi qarang. Mana bu yerda hozir masalan passage paragrafni o'zida ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda voice foundation degan narsani mention qilib ketgan. Mana shunga qarab turib bir xil nima qiladi? 12 ga boradi-da. Misol uchun mana bu yerda voice foundation, bu yerda ham voice foundation bor ekan, demak javob bu yerda 12 bo'lar ekan deydi. Yo'q, bu juda katta xato sizda bo'ladi. Sizda bu voice foundation element sifatida berilayotgan ekan. Ya'ni bu bitta paragrafni qismi bo'ladi. Asosiy ma'nosi emas. Siz hech qachon elementga qarab turib javobni tanlashingiz kerak emas. Masalan, optionda ham bitta so'z bor, paragrafda ham bitta so'z bor ekan. Demak, shularni bir-biriga sinonimini match qilaman, javobini tanlayman deshingiz bu katta xato. Siz har doim ma'noni bir-biriga to'g'rilashingiz kerak. So'zlarni o'zini emas. Mana sizga hozir shuni ko'rsatib beraman. Qarang. Today an organization called the Voice Foundation adapts and applies Kodaly's methods. Urg'u hali ham bizda hozir metodga tushyapti. Ya'ni shu mana shu organizatsiyamiz Kodalyni metodlarini ishlatadi deyapti. And aiming to give deyapti va undan keyin bu yerda yana o'sha ustozlar rezultatlar to'g'risida ketdi. Bo'ldi, o'sha Voice Foundation haqida gapirmadi. Lekin 12 optionga qaraydigan bo'lsangiz, creation of Voice Foundation degan, uni yaratilinishi degan. Ya'ni yaratilinishi deganda bu javob bo'la olishi uchun, masalan, palon yilda ochilgan, paloncha investitsiya kiritilgan, keyin mana bunaqa bo'ldi, keyin joyimiz o'zgartirildi deb joyini o'ziga yetish kerak. Bu paragrafda esa bu narsa yo'q. Tak что javobim 12 emas ekan menda. Xo'p, keyingi paragrafga o'tamiz. H'imiz important work is currently being done in Finland, Israel and the United States. Xo'p, United Statesni gapirdi. On preschool, even pre-birth musical education. Bang. Mana shu o'tni siz to'xtab javobini topa olsangiz, prosta молодцы deyman. Chunki javobi keldi. Preschool deyapti, maktabdan oldin deyapti va pre-birth, hattoki tug'ilishdan oldin ham bizda muzikaga bo'lgan ta'lim ketayotgan ekan. Preschool, pre-birth bu nima degani? Bu bizda early exposure degani. Qaniydi early exposure'imiz mana 5 ta early exposure'imiz bor va 8imizda early exposure'imiz bor ekan. Xo'p, faqatgina 5 bilan 8 ning farqi 5imizda USA yo'q, 8 da esa bu faqat USA da bo'ladi demoqchi. No, в принципе, aytdi USA dan tashqari Finland va Israelni ham aytdi-yu. Qani u yog'ini ko'raylik, faqat USA to'g'risida gap ketarmikan. Music in the womb is very much part of the life of the unborn future citizens of Finland. Bo'ldi, Finlanddan deyapti, u yoqda USA ni keltirmadi. Demak, javobim 8 bo'la olmas ekan. Javobim umumiy olganda mana bu yerda 5 bo'ladi. Bang, that's it guys. That's it. Bo'ldi. Uje men ayni bu yerda o'qishim shart emas. Chunki bizda ayimizani javobi berib qo'yilgan ekan. Mana hozir ishlaganimizga bu yerda siz e'tibor bering. Qanaqa bo'ldi? Masalan, H paragrafni o'zini birinchi gapdan javobini topa olganmiz. G paragrafni o'zini ham birinchi gapidan primerni topdik, misol uchun. F paragrafni o'zida ham mana F4 musical instrument bu yerda ham biz topdik.
Keyincha mana I paragrafimizda medical aspektida bu yerda ham topdik. D paragrafini misol uchun boshida aytdi, bu yerda ham topdik D ni o'zida va B paragrafini o'zida oxirida bu yerda keldi ekan. Nima demoqchiman hozir sizga bu gaplarni? Bizda har doim emas, juda bu yerda ehtiyot bo'ling. 50-60% holatda o'rtancha olganda birinchi va oxirgi gapingizda bu yerda javobingizga bo'lgan namyoq keladi. Javobingizga bo'lgan bir g'oyamizni o'sha yerning o'zida berib qo'yilgan ekan. Bu gaplar men sizga hozir faqatgina birinchi gapni o'qing, faqatgina oxirgi bu yerda gapni o'qib javob bering demoqchi emasman. Bu juda noto'g'ri approach bo'lgan bo'ladi. Lekin nabarotiga siz birinchi va oxirgi gapni o'qiyotgan, unga prosta ko'proq e'tiboringizni qaratib, balki ma'nosi shu yerda ekandir. 80-90% nima deydi, ma'noni miyangizga olib, keyin shu rostdan ham paragrafning davomida berilyaptimi, yo'qmi, o'sha tekshirishingiz kerak. Ya'ni tekshirayotganda siz sal tezroq o'qib, bu yerda ozgina scanning qilib ham bemalol tekshirsangiz bu yerda bo'larkan. Mana shunaqa aqlli yo'lda approach ishlasangiz, ko'ryapsiz, headingimizni ham вообще bu yerda qiyin emas. Yana bir bor aytaman, fikrlash va fikrlash bizga kerak bo'ladi. Xo'p, bizda oxirgi paragrafimizni qolib ketgan edi. Ya'ni mana bu C imiz ekan. Keling, hozir C ga bu yerda javob berib ko'ramiz. Xo'p, yet degani bu however, but degani ekan. Despite the growth of science of music therapy within the last 2 centuries, and despite the huge weights of books published on the miraculous Mozart effect, our schools and colleges have fallen strangely silent. Mozart effect bizda berildi, lekin Mozart effektni hali biz etishga shoshilishimiz kerak emas, javob etishga. Mana sizda Mozart effekti bor edi, adashmasam. Qayerda keldi? Mana 10-da kelgan ekan. Qarang, bu yerda ma'nosi sal noto'g'ri bo'ldi. Despite ketib bering. Qaramasdan deyapti. Ya'ni bizani bu yerda hozir muzikani terapiyasi o'sishiga qaramasdan va Mozart effektni bu yerda o'sishiga qaramasdan bizani maktablarimizni jim bo'lib qoldi deyapti. Bu yerda menimcha hozir urg'uyimiz Mozart effektiga emas, balki maktablarni jim bo'lib qolishiga tushyapti. Mana men sizga oddiyroq bu yerda misol beraman. Havo masalan yomon bo'lishiga qaramasdan va meni oyog'im og'rishiga qaramasdan, men IELTSdan baribir 8.5 ni qo'lga kiritdim. Urg'u nimaga tushyapti? Baribir ham 8.5 ni ololganligimga tushyapti. Havoni yomonligi emas, Mozart effekti emas, havoni yomonligi yoki oyog'im bu yerda og'riyotganligi emas ekan. Ya'ni bu yerda ham hozir primerni mana shunaqa joyga e'tibor berishingiz kerak. U yog'ini yana bitta o'qinglar. Mana masalan hozir bu yerda birinchi va oxirgi gaplarni o'sha topish qiyin bo'lyapti. Yana bitta gapni men o'qishim kerak. The so-called Mozart effect presents anecdotal and statistical evidence for advances in both social and academic skills in those children exposed in their formative years to the music of Mozart deyapti. Okay. Yoshlik to'g'risida gapirdi, ochig'i javnaqa zo'r tushunmadim bu yog'ini. Yana bitta gapni o'qiylik. But in an age obsessed by pragmatism and by short-term vocational learning, short term qisqa muddatlik deyapti. Qisqa muddatli degan narsani misol uchun bizda birinchi optionda ham berib ketgan edi. Keyin so'roqlar qo'yib turamiz hozir bularga. Music has been marginalized. Juda ham bu kamaytirilgan ekan in both primary and secondary education. Compared with the holy trinity of reading, writing and arithmetic, music is regarded as an unimportant pastime. Bu juda ham muhim emas degan g'oyani aytyapti. As a result, children are leaving school not only totally ignorant, va buning natijasida ular nafaqat o'zlarini bu yerda qobiliyatlarini bilmasdan maktabdan chiqib ketyapti, but lacking in social, physical and mental skills which musical performance can uniquely promote, va skilllarni ham nima deydi, o'rnashtira olmayotgan ekan, o'zlashtira olmayotgan ekan to'g'rirog'i. This is a very difficult passage, guys. Mana bu bizda hozir band 9 bo'lgan bir savolimiz bo'ldi. O'zi har bitta passageda bir ikkita paragrafda berib qo'yadi. Xo'p, keling bunda farqlarni yaxshilab ko'raylik. The effect of emphasis on short-term educational goals. Mana bu yerda effect of emphasis deyapti. Effect degani bu rezultat degani. В принципе, bizda mana rezultatlarni beryapti, natijasini. Ya'ni fokusni qaratishni deyapti nimaga? Short-term educational goalsga. Menimcha dashotda aytgan o'rtasida but in an age obsessed by pragmatism. Obsessed degani polностью mana shunga fokus qaratilgan, emphasis qaratilgan demoqchi. By pragmatism by short-term educational goals. Bu в принципе qaraydigan bo'lsangiz, bu paragrafimizni bizda u yog'ini o'sha 50% tashkil qilar ekan. Ya'ni 50% tashkil qilsa, dastatishni bizda yaxshi bo'lyapti. Mozart effektga qaraymiz. Menimcha javob Mozart effekt bo'lmasa kerak, chunki Mozart effekt mana bu yoqqacha misol uchun berilgandek va undan keyin Mozart effektni umuman gapirmagan. Qarang. Umuman boshqa bir mavzuga o'tib ketgan ekan. Xo'p, endi mana bitta ikkimiz ham bor, limited effects of music, effekti kam. Endi qarang, limited effects of music bu yerda bor, mana bunaqa narsa. Ikki ham juda ham yaqin kelyapti, lekin ma'nosi sal xalqirroq.
Limited effects of music deganda muzikani umumiy olganda o'zini foydasi bu yerda kam deyish kerak. Atak bizda bu yerda C-mizda muzikani foydasi bu yerda yaxshi. Yaxshi degan gapni aytyapti, faqatgina bunga yetarlicha sharoit qilib berilmagan deyapti. Shuning uchun ham men bu yerda hozir 2 ni emas, bu yerda даже 10 ni ham emas, balkim 1 ni o'zini tanlagan bu yerda bo'lardi. The effects of emphasis on short term educational goals. Chunki bu 50% ga bizda ko'proq to'g'ri kelayotgan ekan. C ga 1 deb hozir yozib qo'yaman. Endi buni unaqa zo'r tushunmagan bo'lsangiz, that's perfectly okay. That's perfectly okay. Men hozir chisto bu optionlardan qaysi bir to'g'ri kelishiga qarab turib aytaman, lekin ma'nosini unaqa zo'r menda ham tushunish qo'limdan kelmadi va bu juda ham normal holat. Hamma narsani ham 100% bu yerda tushunurmas ekansiz, okay? Hammasi ham bunaqa, masalan, boyalarga o'xshab birinchi va oxirgi gapni javobi tayyor bo'lib bizga chiqib kelmas ekan. Endi keling hozir javoblarni tekshirib olamiz. Mana javoblarini topdim. Mana bu yerda kelyapti. 1 bizda nima edi bizda? 7 bo'lgan edi, keyingisi bizda 1 bo'lgan, keyingisi bizda 6 bo'lgan. Mana C ni ham o'ta to'g'ri topimiz. И 4-inchisi bizda bo'ldi. Keyin F paragrafimiz 9, dalshi bizda 13 va dalshi bizda 5 bo'lgan ekan. That's it guys. Mana siz bilan hozir 7 tadan bu yerda 7 tani topdik ekan. Va shu 7 ta savoldan bu yerda 6 tasida birinchi gaplarning oxirgi gapda asosiy ma'nosini topib oldik ekan. Bu bizani headingimizni birinchi etapida ishlash. Endi keling, men sizga hozir bu yerda optionlar bilan ham ko'proq ishlashni va tekstni o'zida yana bir ikkita tiplari bor ekan, detallarini ham ko'rsatib beraman.